Xamer mashinasiga komplekt ishlarini qilib beramiz. Bunda bitta tushuntirib o'tadigan bo'lsam, video uzunroq bo'ladi. Qilayotgan ishlarni bitta qo'yib boramiz. Orqalariga silboy zonalarini joylashtirganmiz. Ko'rinmaydigan qilib, mana bu narsani yechib olganmiz. Mana bu yerda 10 volti bor, orqasida 2 ta 10 volti, klipsalari bor. Mana bu bilan qo'shib yechib olsanglar, ichida 2 ta skriti 10 volti bo'ladi. Mana shuni yechib olasizlar denni. Mana shuni chiqarib olgandan keyin mana bu plasmasda yana bitta qo'shimcha quvurg'asi bor. Xuddi o'sha narsani mana silboy zona, mana shu narsani qotirib qo'yasizlar. Tak, mana shu gradusda bo'ladi, burchagida. O'zini ichidan komplektida gradusli qog'ozlari ham chiqadi, o'shani qo'yib o'lchab olasizlar. Endi biz ko'p qo'yganimiz sababli o'sha graduslari ham naglaz bo'lib ketgan. Bunda ham bor. Simlarni orqadan olib o'tganmiz, tegidan shunday olib o'tganmizda. Mana ko'rishingiz mumkin, o'sha o'tib ketgan simlar bor. Tak. Bunga qilayotgan shu 360 kamerani zavodskiy mana joyi bor, zadniy kamera. Mana shu Broadwaydan chiqadi. Zadniyni o'zi bunda 360 kamerasini mana shu zavodskiy joyiga qo'yganmiz. Mana shu monitorligi bo'ladi. Mana bu narsani orqasida bolti bo'ladi, 3 ta samarasi. Shuni yechib olsanglar mana bu narsa chiqib keladi. Bu klipsada hech narsa turmaydi. Xamer mashinasi bo'lgani uchun bu baquvvatroq ishlangan. Tak, qismlarni orqadan tegidan olib o'tib ketganmiz. Glushtilga tegmagan. Mana glushtil emas, orqasida mana zavodskiy o'tgan simi bor. O'shan bilan birga olib o'tganmiz. Tak, bu yerdan olib o'tib, tepadan ulab mana shu yerdan olib o'tganmiz. Bunda ichidan kelgan pastga tushib ketgan. Buni yig'ib qo'yamiz. Keyingi safar xudo xolasa qanaqa bo'lishini bo'lsa, bitta o'tkazgan joylarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu yerdan oddiy apishka bu, klipsali. Shuni yechasizlar. Pastga tushadi mana. Tushib ketadi. Tak, bu ham mana shunday tushib ketadi. Bu yerda o'tirib ishlash uchun mana BSM 10 ni, mana shu BSM ni pult xohlagan narsalarni urisanglar bo'ladi. Xudo xolasa biz mejigarni ham qo'yib ko'rsatamiz bunga. Hozircha 360 va silboy zonada ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu bakoyi simlari bo'ladi. Mana bu zavodskiy shtekер, mana bu yerda 10 voltlari bo'ladi. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana shu joy 10 voltli joylari bo'ladi. Tak, mana bu shtekerni mana shu joyidan kesasizlar. Mana shu joyda plasmas zakriti bo'ladi. Mana shuni kesib turib, sim o'tkazasizlar. Mana bu yerda orasida 2 ta barmoq sig'adigan darajada joy bor. Mana shu shtekerni mana turgan holida sekin ko'tarasizlar. Mana shu ko'tarilgandan keyin shtekerni sekin chiqarib olasizlar. Ishini yechmoqchi edim, yechilmadi. Bitta odam yechish imkoniyati yo'q ekan, o'shaning hisobiga shtekerni akkuratni qilib chiqarib oldim. Tak, chiqarib olib, endi buni mana shu joydan o'tkazib ketaman. Shteker bir-biriga tushadi. Shteker bir-biriga tushgandan keyin bu sim bu yoqdan o'tib ketadi. Rezinkani orasida mana bu joydan kirgizib yuboramiz. Bu joydan kirgizib yuborib, mana bu yerdan olib o'tib 360 kamera bu yerda. Silboy zona mana bu yerda qoladi. Shopir tarafga ham akkuratni olib o'tib kelamiz. Tak. 360 kamerani bakoyda joylashuvini ko'rsataman. Mana bakoyda joylashishi, buni regirovka qilib gilamlarida to'g'rilab qo'yamiz. Silboy zonaga mana cho'cha qilib qo'yamiz. Silboy zonada mashina qilsak ham bo'ladi, o'sha bu yangicha bava meslada chiqadi. Oldi kamerasini hali sunubki qilmadik, sunubki qilgandan keyin bitta tushuntirib o'tamiz.